Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Uzoq kutilgan yangi proyektimizni videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu Gentra'miz 2020 yangicha mokriy bo'lib, salondan chiqishi bilan Lux Tuning'ga kelgan. Bunga qilingan tuning haqida hozir sizlar bilan bitta-bitta tanishamiz. Sizlarga bu mashinani birinchi bo'lib usti ko'rinish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Oldi qismiga qo'yilgan narsalar Ravon fari, AMG обlisовка va Mercedes Design bumper qo'yilgan. Diska Mercedes original 17 razmer. Xo'p, o'q taqilgan ko'rayotganinglardek Brembo. Ikkalasini rangi bir-biriga padmas qilib qizil qilingan. Orqa qismiga keladigan bo'lsa 222 Black Edition restyling fari, spoiler qo'yilgan, yozuvlariga ahamiyat berasizlar. AMG yozuvi, turbo yozuvi qo'yilgan. Bumperga keladigan bo'lsa, Bullshittel to'rttali AMG original Bullshittel, bumper Mercedes bumper qo'yilgan. Qo'shimchasiga parktronika sensor qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Tuning qilingan mashinamizni endi ikki qismi bilan tanishamiz. Bu mashinaga Mercedes W205 modelidan restyling rul, bar va sidena qo'yilgan. Rullar asosiy knopkalari maytofonga ulab berilgan, joystiklari baland-pastga ishlaydi. Lipistoka tiptronikaga ulab berilgan. Mashinamizga zaslonka qo'yilgan. Zaslonkani upravleniyasini bu knopkaga ulab berdi. Hozir sizlarga ishlatib eshittirib ko'rsatamiz. Salonni eng ko'zga tashlanadigan asosiy qismi yonadigan deflektor G-Class, 221 original soat, xrom avarinka, xrom pechka va eng zo'ri Piadda Aquaprint hisoblanadi. Yangicha richaglar ham qo'yib berganmiz. Yangicha skorsimizga knopkasiga start stop ulab berganmiz. Bosib turib tormozni bossanglar, mashinamiz sirasi zavat bo'ladi. Barimizni 205 original barimizni joystiklariga maytofonimizni ulab berganmiz. Hamma narsasini o'ziga yarasha vazifasi bor. 205 sidenamizni upravleniyalarini eshikni oldi qismi, obshivka qismiga qo'yib berganmiz. Hamma narsasi xudo xolasa zo'r ishlaydi. Bu mashinamizga yana qo'shimcha narsalar qo'yganmiz. Video registrator, antiradar, start stop, беспроводной zaryadka va Piadda polik qo'yilgan. Endi mashinani asosiyalari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Tashqi tomoniga krugovoy RGB qilingan, ko'rayotganinglardek oldi qismi, yon qismi, orqa qismi, hamma qismi har xil yonadigan podsvetka qilingan. Salonning ichki qismiga asosiyasiga kelsak, tablo o'ziga yarasha did bilan qilingan, ikki xil diod ishlatilgan. Tabloga ko'rayotganinglardek qizil, oq diod ishlatilgan. Xo'p, deflektor G-Class deflektorlar ham yonadigan. Xo'p, obshivkalarni ko'rsatamiz. Obshivkalari ham Mercedes Designdan olindi hammasi. Biz bu mashinaga har bitta asosiyanaga har bittasiga RGB qilganmiz. Bu RGB pultda ishlaydi. Pultini ko'ryapsizlar. Pulti ham o'ziga yarasha zo'r. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Sensorning pultlari ko'rayotganinglardek xohlagan rangilarga qo'yib qo'yaverasizlar. Hammasi bittada ishlaydi. Va oxirgi qilingan ish mashinamizga juda ham zo'r chiroy beryapti va ko'rk berayotgan Zyozdniy neba patolog qismi, tom qismi alikantaro qilib Zyozdniy neba qilganmiz. Xo'p, bitta uzoqdan sizlarga mashinani fon qilib beramiz, shinalarni. Obshivka eshik qismlari mana juda ham zo'r chiqdi.
ishiydi. Bu mashinamizga ancha mehr berdik. Xudo xolisa qilgan tuningimizni sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Qilgan tuningimizni sizlarga yoqqan bo'lsa, nomerlarimiz bor, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bemalol o'zingizlarning fikringlarni bildirsanglar bo'ladi bu mashina haqida. Bu mashina yoqqan bo'lsa, layklar bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar hali juda ham ko'p, hammasi oldinda. Salomat bo'ling. Monsters in, and now we're running down the halls. No, we can't let them win. There's an evil inside, they're just lurking way down below.